Hozirgi kunda Samarqand davlat universiteti agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi institutida agrobiotexnologiyalar transferi ilmiy tadqiqot laboratoriyasi tashkil etilgan va bu laboratoriyada asosan demak tuproqda oziq elementlar miqdori hamda tuproqlarning meliorativ holatlari tahlil qilinadi. Bu yerda olib qilingan eng asosiy apparatlarimizdan biri bo'lgan bu demak atomniy emissionniy spektrofotometr apparati hisoblanib, bu bizlarga nimaga yordam beradi? Asosan tuproq tarkibidagi demak mikroelementlar hamda og'ir elementlar miqdorini aniqlashimizga yordam beradi. Bu juda zamonaviy apparat bo'lib, tuproqda o'sha makro, mikro elementlar hamda o'sha og'ir metallar miqdorini yuqori aniqlikda aniqlab berishga imkon beradi. Ya'ni bunda nimalar aniqlanadi? Misol uchun oddiygina misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Mikro elementlardan misol uchun mes elementi, rux elementi yoki bor elementlar aniqlab beradi va bu elementlar qishloq xo'jaligi ekinlarining demak hosildorligiga, hosilning sifatiga demak sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Undan tashqari bu apparat yordamida nafaqat tuproqlar, balki bizlar tekshirishimiz mumkin o'simliklar tarkibini yoki sug'orilayotgan suvlar tarkibini ham tekshirishimiz imkoniyatiga egamiz va bunda hozirgi kunda eng muhim muammolardan bo'lgan o'sha ekologik muammolardan hisoblangan tuproqlarning demak og'ir metallar bilan ifloslanish holatlari kuzatilyapti va biz bu apparat yordamida o'sha og'ir metallar miqdorini aniqlab, o'sha ya'ni qancha miqdordaligini aniqlagan holda qanday tadbirlar qo'llasak o'sha og'ir metallar muammosidan demak bartaraf etishimiz mumkin. Bizlar shunday xulosalar berishimiz mumkin. Ya'ni undan tashqari bizlar mikroelementlarni aniqlab fermer xo'jaliklariga yetarli miqdorda o'sha mikroelementlarni o'simliklarga qancha miqdorda qo'llash kerakligi haqida xulosalar, tavsiyalar berish imkoniyatiga egamiz.